Benimki VR yengensi dostlar. Hazır kanda Almanın mahsulotlarının arasında pulusi en kıymetliler to'rdim ko'rib baqqan bo'lishinglar mumkin. Mana hozir bahasi 29.999 so'kini, bir ko'yskam 30 ming ko'y dengan. Ma'nosini bir tiyin qilib baqilay. Tiyin qilishmi qilib murakkabkan. Yo'liqandan keyin buni jiho qilganmiz. Har bir odamdan chiroyli birdan bir to'ntitganmiz. To'ntgandan keyin buni g'onon kirish uchun hozir nurg'unlagan mashg'ulot qilganmiz. Men sistemani to'liq kirmadim. Shunda qo'l ishoratlari, chiroy turqi degandek har xil sistemani tekshirish o'tgandan keyin, ondan keyin haqiqiy sistema oldi kirg'a o'xshaydi. Mishayda hozir barmoqning chekilishi, qo'l ishoratini to'ntitganmiz. Hozir to'liq sistema oldi kirdi. Hozir men rasm ko'ryapsizmi? Endi men holatni faqat shu apparatni taqaylamgan ko'ringan. Resim shunday fizik holatda bu resimni yo'g'ontish, kichikitishni qo'limizdan shunday ishorat orqali ifoda etganmiz. Lekin bu narsani bir xil odamga rahat, hozir beritgan. Buni ishlatsa qolaysiz ekan. Bunda har xil qo'l ishoratlarini chekinamiz bunda. Ma'no bosgandan keyin chekinganmiz. Menda shu telefonning sistemlari o'xshash, shunda har xil sistemalar bor ekan. Telefondan nima mashg'ulot qilgan bo'lsak, shunda qo'l ishorat orqali mashg'ulot qilyapti. Yani bu yerda men sizlarga quruq qo'l ishorati qilganim bilan mening ko'rgan manzarani, yani men Shopinda ko'rsatib olmayotgan, shunday qo'l ishorati qilgan so'zladim. Bir tarafda bizning shu ko'z oldimizga manzar ko'rinsa, bir tarafda shu ekranninki ichidagi mashg'ulotning sistemlari hammasi aniq ko'rinib turgan. Bu bir xil fan texnikani bizga bergan alohida bir hozirlikda tuyg'usi ekan. Biz endi pulga loyiq, pul hakikaten qimmatgan. Men oldimda ko'rayotganim hozir bir payansiz ketgan suyib suzik holatdagi bir dengiz orol. Qo'limni bunda tutgan bo'lsam, shu orolda o'tirib bir tomosha qilayotgandek bir xil shunda chiroyli manzar ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Xuddi bir mush manzarda biz naq maydonda bo'layotgandeklar o'sha tuyg'u o'tgan. Buningmi ading bergan o'zini boshqacha ekan do'stlar. Qag'ini bu yerda ig'zoki ifodalashmi, bu ifodalash ifodalab bo'lmaydi. Buni haqiqiy bir tiyin ko'rib baqsak bo'g'ir ekan. Aqir bunimi tiyin qilib bo'ldik, lekin buningmi ading bergan o'zini boshqacha ekan do'stlar. Bir xil ilqi hozirgi muhitdan boshqa bir dunyo kelib qolganda, xuddi bir kinodagi shu mazmunni biz naq maydonni ko'rayotgandek shunda bek tez bir ganjoni his qildirgan. Yana men qiziqqan bir so'mka bor ekan qarasam. Ma so'mkasi 1699 ekan, maxsus mushuni qashalagan so'mka ekan. Buni setvasak bo'lgan, tutamsak bo'lgan. Buni ichini ochgandan keyin bunda ochsak hech narsa yo'q ekan. Sizlarcha ma so'mka mush bag'im marhumga ma'qulmiz ekan. Inkas vizitlarni. Qag'in hamsa filmni shay to'xtatdik. Davomli shunday alohida bir mazmun bo'lib qolsa, men yana yollayman.